Assalamu alaykum, hörmətli televizor köygüçülər. Körüvatqınыңlar Erkin Asiya Radiosu'nun Tor televiziyası. Mən Gülçehre. Məzkur programımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. 5 dekabr aşkarlanğan yeni uqturish chiqarganda yağlıq atqan Uyg'ur ayollari atalmış zamonaviy madaniyat kursiga qatnaşmasa diniy asabiylik bilan ayıplanıp jazolandı ekan. Keriyaning Oral yezisi tarqatgan bu vaqtdagi bir uqturish chiqarganda burun yağlıq chekkan ayollarning atalmış zamonaviy madaniyat kursiga qatnashishi shart ekan. Yağlıq chekkanlar bu kursni tamamlagandan keyin guvohnoma elishi va bundan keyin yağlıq chekmayman deb va'danoma yezishi shart ekan. Uqturishda mundaq deyilgan. Agar bu kurs qatnaşmasanız ifodasi yaxshi bo'lmagan jahil deb qaralib, diniy asabiy ideyaning 68 turlik ifodasiga tushadigan oila qatorida delo turg'izib bir taraf qilinasiz. Xitoy hukumati yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini qattiq cheklab, Uyg'ur elidagi norozilik kayfiyatini ulg'aytgan edi. Uyg'ur bolalari yutib ketadigan voqealar ko'paygandan keyin farzandlarini yutirib qo'ygan bir qism Uyg'ur ota-onalar avtonom rayon doiralarini bu xil voqealarga qarata tadbir qo'llanishga chaqirish uchun torda imzo to'plash harakati boshladi. Bu imzo to'plash harakatida hukumat doiralarini bolalarni qo'g'dash qonunlarini kuchaytirish, odam bediklarini qattiq jazolash, Uyg'ur elidagi qatnash tugunlarida bola elib mang'uchilarni tafsiliy tekshirish haqida maxsus qonun chiqarishga chaqirilgan. Ammo bu imzo to'plash harakatining natijasi tex ko'rilmagan. Bolasini 10 kun avval yutirib qo'ygan Aqsudagi bir ota ziyoratimizni qabul qilib, doiralarning diniy zotlarga qaratilgan tekshirish va tadbiqlashni kuchaytirish bilan ovar ekanligini, ammo bola o'g'irlagan jinoyatchilarga zarba berishda suslik qilayotganligini bildirdi. Üçturpan dairələri ərizdar Nurungül Toxtini 14 ay solab qoyğandan keyin uni bu yil 25 oktyabr qo'yib bergan. Ammo saqchilar uningga kepillik qo'yib berilganligini uqtirib, uni kepillik qog'oziga imzo qo'yishga buyurgan. Nurungül saqchilarga o'zining gunohsiz ekanligini takror bildirib, shartsiz qo'yib berishni talab qilgan. O, agar kepillik qo'yib beriladigan ish bo'lsa, qamoqxonadan chiqmaydiganligini aytgan va qamoqxonaga qarab mangan. Oxiri saqchilar shu kuni Nurungülni shartsiz qo'yib berishga majbur bo'lgan. Nurungül To'xti 2009-yili 7 yoshli o'g'ilni elib qochgan Xitoy jinoyatchining jazolanishini talab qilib, da'vo qilib kelayotgan bo'lsa-mu, natijaga erishamagan edi. Peshqadam yozuvchi, adib Muhammad Bag'rash 12-oyning 4-kuni Urumchida vafot bo'ldi. Marhumning namozi shu kuni No'g'ay masjidida tushirildi. Bugungi zaman Uyg'ur adabiyotining muhim vakillaridan biri deb qaralgan marhum Muhammad Bag'rash 1952-yili Qarashahar noyasida dunyoga kelgan. U "Men o'lgan odamning qarchig'ida qetib qolgan surat, oqsaq bug'a" qatorliq izdinish ro'yiga boy asarlari bilan bugungi zaman Uyg'ur prozachiligida qimmatli tuhfalarni qo'shgan. Muajiratda yashayotgan Uyg'ur shoir Ahmadjon Osman marhum yozuvchi Muhammad Bag'rashning 1980-yillarda Uyg'ur an'anaviy prozachiligini yangi bir sahifaga boshlab kirganligini ilgari surdi. Uning vaqtsiz vafoti chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni qayg'uga soldi. Atush shahrining Sho'ruq kentida o'ltirishliq Sami Niyoz aka yerdan iborat oltin qo'ziqdan ayrilgandan keyin ig'ir qismatlarga duch keldi. 2006-yili doiralar uning jami 25 mo yerini majburiy tortib olgan. Uning deyishicha 2010-yili u yerlik doiralarning yer setish qog'oziga imzo qo'yishini rad qilganligi uchun 10 kun qamab qo'yilgan. U qamoqdan chiqqacha Xitoyning o'yimlik sherkiti uning qo'ru joylarini tuzilib etgan va qurilish boshlagan. Shundan boshlab uning oilasi uy makonsiz qolgan. Sami Niyoz aka ziyoratimiz jarayonida bu da'vodan hargiz voz kechmaydiganligini, toki gapini anglaydigan bir odam chiqqacha davomlashtiradiganligini bildirdi. Uyg'ur biz to'rining xabar qilishicha, bu yil Uyg'ur rayonida AIDS bilan o'lganlarning soni 7070 ga yetib, 2012-yilga selishtirganda 2000 nafar ko'paygan. Mazkur to'rning Uyg'ur avtonom rayonlik sayya nazorati oshkorlagan ma'lumotlarga asosan bayon qilishicha, navbatda Uyg'ur rayonidagi AIDS bemorlarining soni 40122 nafar bo'lib, bu Xitoydagi umumiy AIDS bemorlarining 10%ni tashkil qiladi ekan.
Uyghur күзәткүчеләр әйдиз Uyghurlarning milliy mavjudligiga qora ko'langa tashlab turgan yo'shirin ofat ekanligini bildirishmoqda. Hörmətli televizor ko'rgüçülər, yuqorida Erkin Asiya radiosining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqət bəgininglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.